O'qigan har bir narsangizni yodingizda saqlash uchun super metodika. Bu oson usul 3 bosqichda sizning o'rganish tezligingizni 500 marta oshiradi. Birinchi bosqich. Burningizdan 31 marta chuqur nafas oling. Oxirgi nafasingizni 15 sekund ushlab turing. Bum. Miyangiz chempionlardek ishlashga tayyor. Ikkinchi bosqich. Xonadan biror nima tanlang. Kitob yoki chashka. Unga 30 sekund kiprik qoqmasdan tikilib turing. Bu diqqatni kuchaytiradi. 3 bosqich. Har 5 dan 10 daqiqada 15 sekundga to'xtang. O'ylamang, hech narsa qilmang. Miyangiz bu vaqtni o'rganganlaringizni o'zlashtirishga sarflaydi. Endi diqqat bilan eshiting. Bizni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Bilimli loyihasiga qo'shiling va kuchli bo'ling. O'zingizga yoqmaydigan ovozingizni 5 kun ichida chiroyli va ta'sirli qilishni xohlasangiz